Assalomu alaykum, toplik qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshi turibsizlarmi? Salomat turibsizlar? Shu Irondagi o'sha aeroplan voqeasida yo Ali deb birimlarni deb to'lab ketibdi. Hamda shu sherik bilan ketdi dunyodan ana. Yo Ali deblar. Allohga sherik keltirdi. Ma qarindishimiz to'g'ri gap qilibdi. U Allohga sherik keltirdi. Aşı gap bilan kesse. Sherik keltirgan holatda keladi. Aşı jon chiqadigan vaqtimi Allohdan bevosita, Allohdan so'ramasdan birlaridan so'rayotdi, kimdan so'rasin, meni qutqazgin deb. Endi mushu qarindishimiz mushu gapni qilish jarayonida o'zimi xatolik o'tkazyapamdi, desa o'tkazyotdi. Mushu qarindishimiz hozir o'ngshalmadimi, bugungi salomida demabdi. Peygamber aleyhisselam'ın şafaatidan meni mahrum koymagın ey Allah. Peygamber aleyhisselam'ın şafaatiga eriştiğini qilgan, erişkilik qilgan deb dua qilib boshlaydi gapni doim. Aşı gapmi aşı ya Ali deganga o'xshash gap ashimi? O'xshash. Qur'onda 31 dona oyat bor. Maxsus şafaatchilarga maydon o'qib Allah kimga o shafaat qila oladigan, kimga mening qo'limdan sizlarni qutuldira oladigan deb shu Muhammad alayhissalomga Makka mushriklari mushu gapni qilgan vaqtda Allah mushu oyatlarni tushirib kimga mening qo'limdan bir odamni qutuldira oladigan deb tushgan oyat. Bu oyatlarning hech qaysi bir odamga men shafaat huquqini beraman, birasi mening qo'limdan sizlarni qutuldirib oladi degan oyatlar emas. Shafaat qilish degan gapning o'zi nima desa qutuldirib olish. So'rab olish. So'rab turib ey Alloh unda qilmag'in, ma mening yaqinimdi ya mandati deb so'rab Allohning qo'lidan qutuldirib olish. Allah cehennemge selib etken adamni hech kim qutuldirolmaydi. Shu Allah o'zi rahmat qilib, uning gunohini mag'firat qilsa, kechirsa, o adam cehennemden qutulib qoladi. Bo'lmasa Allohning qo'lidan hech kimni qutuldirib qolamaydi. Ba'zi topda xili mo'tabar odamlar shafaatni inkor qiladi bular deb so'zlab ketib bordi. Bu shafaatni biz inkor qilmaymiz, Qur'on inkor qiladi uni. Qur'on Allohning kitobi Qur'on inkor qiladi. Kimga o shafaat qila oladigan deb Qur'on inkor qiladi. Shu payg'ambar alayhissalomga Makka mushriklari shu shafaatchilarni o'tirg'a chiqib, bizni butlarimiz, avliyolarimiz ular bular qutuldirib oladi degan chaqda Alloh oyat tushirib Muhammad alayhissalomga mana bu oyatlarni o'qib bergan ularga. Hech kim qutuldirib qololmaydi ularni. Mening qo'limdan degan tushagan oyatni aylantirib, akilib, biz shu mushriklarga o'xshash eng oxirda shahidlar shafaat qiladi, qorilar shafaat qiladi, payg'ambar shafaat qiladi deb shu burunqi Makka mushriklariga o'xshash tafakkur qiladigan bo'lib qoldik. Bu shafaatni inkor qildi, shafaatni inkor qilayotgan biz emas. Shafaatni inkor qiladigan Qur'on. Qur'ondan falonchi odam shafaat qila oladi degan bir tal oyat deb baqsinchi. Hadis bor to'g'ri. Hadis bor. Dinni buzish uchun, musulmonlarni shirkning ichiga akirib ketish uchun, burunqi mushriklik holatiga qaytarish uchun ana shunday narsalarni o'ydirib chiqarib, arablarning madaniyatini bu din deb kirgizib, mana shafaat degan narsa o'tirg'i chiqib, bugun kun kelganda Qur'onga iymon keltirib turib, shafaatni talab qiladi bizning odamlar. Hech kim shafaat qila olmaydi, Allohning qo'lidan hech kim qutuldira olmaydi insonni. Ya payg'ambar, ya farishta, ya hech kim qutuldira olmaydi. Shu 31 dona oyatni o'qib baqsin. Oyatning gapini qilyapman men. Oyatning. Agar bu oyat sizlar unutmasanglar, o'zinglarning ishi. Uningdan bu qarindishimiz yana bir xato gap qildi. Ali roziyallohu anhuning yoniga borolmaydi u. Ali roziyallohu anhu jannatda deydi. Alining jannatligi sen nima bilsa, jannatdimi, jahannamdimi, qaysi jannatda, qaysi jahannamda?
Allah payg'ambarlardan tortib mush inson naslidan bo'lgan insonlarning hammani qiyomat kuni tirildirib, uningdan hisobni ilib, uningdan jannatga va jahannamga kirgizadi. Tirildirib, uningdan payg'ambarlar payg'ambarligidan hisob beradi. Shu payg'ambarga ergashgan sahobalar shu ergashgan insonligidan payg'ambarga qanchalik ergashdi, payg'ambar chaqirgan narsaga qanchalik amal qildi, uningdan hisob beradi. Biz shu Qur'onga iymon keltirgan, shu payg'ambarga iymon keltirganlar hammamiz qiyomat kuni hisob beramiz. Hisob berib, uningdan jannatga va jahannamga kiramiz. Jannat kirdig'ini jannatga, jahannam kirdig'ini jahannamga kiradi. Hisob ilinmidi tehe, hisob qiyomat kuni ilindi. Jannat va jahannamga qiyomat kuni kirgiziladi. Bu Qur'onning nemisini o'qiysizlar, bu dinning narini o'qiysizlar. Narini o'qiysizlar. Sura Fatiha'ning gapini qilibdi. Sura Fatiha'ning 4-oyati qiyomat kunining igisi, hisob kunining igisi 4-oyati. Shu hisobni ilib, uningdan jannatga va jahannamga kirgizdi. Ali roziyallohu anhu jannatda edi. Jannatlikni sen qanday bilsa, o'diningda hisob olmagan tursa tehe. Allah onundan hisob ilib hammasidan uningdan jannat va jahannam kirgizimiz deb Qur'onda nurg'un oyat tursa qiyomat kuni hisob oladiganlik to'g'riliq. Sura Ahqabning 9-oyatida kimning jannat kirdiganligini, kimning jahannam kirdiganligini men bilmayman degan ya Muhammad alayhisalom degan oyat bor. Mushlarning hammasiga oyat dalil qilib qo'ydim. Agar inkor qilsanglar o'zinglarning ishi. Men inkor qilmayapman bu narsalarni. Qur'on inkor qiladi. Shafaatni Qur'on inkor qiladi. Kimning jannat kirdiganligini, kimning jahannam kirdiganligini Muhammad alayhisalomning bilmaydiganligini Qur'on so'zlaydi. Qiyomat kuni va uningdan boshqa qiyomat kuni hisob ilib, uningdan jannatga va jahannamga kirgizdiganligini Qur'on so'zlaydi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mushu savolga asosan mushu o'zimizning dinini boshqalar nim qilyapti. Boshqalar bu dinni suiiste'mol qilib nima ishlarni qilyapti. Dunyodagi siyosat belgilaydiganlar, siyosat o'ynaydiganlar, davlatlar, siyosatchilar va davlatning siyosatini belgilaydiganlar o'zining manfaati uchun nimalarni qilyapti, qanday qilyapti, qanchalik suiqasd qildi. So'ralayotgan savol bilan munosibatsiz bo'lsa-mu, azroq mushshi to'g'riliq gaplashib boqaylik qarindoshlar. Mushshi qanday nurg'un qarindoshlarimiz Qur'onga chaqirgan qarindoshlarni bularning orqasida g'arb bor. Bularning orqasida sionistlar bor. G'arb bor. Oldingi kuni bir qarindoshimiz bularning orqasida Angliya bor deb shunday dedi. Bular zodi kimning orqasida? Qur'onga chaqirayotganlarning orqasidami? Yoki Qur'ondan chetnab bid'at, xurofot butunlay bir sherikning ichiga kirib ketgan mushundaq bir jamoatlarning orqasidami? Ya'ni mushundaq jamoatlarni qo'g'dab qilish uchun vaqt sarf qilib, mushundaq jamoatlarni qo'g'dab qilish uchun iqtisod sarf qilib, shularning orqasida turayotamdi. Zodi bular kimning orqasida? Nima uchun bular Qur'onga chaqirganlarning orqasida bo'ladi? Qur'on mo'min bo'lganlar üstün bo'lganlik to'g'riliq so'zlaydi. Islom dunyosining musulmonlarning ahvoli o'rtada turibdi mana. Uyg'urlarning ahvoli texmi og'ir o'rtada turibdi. Musulmonlarga kelsak, bütün musulmonlarga kelsak, jipi uzilgan marjondek chizilib ketdi. Mazhabga firqa bo'linib ketdi. Cho'ng ikki mazhab ikki firqa bo'lsa, birisi shiyalar, birisi sunniylar bo'lsa, shiyalar bir munchaga bo'lansa, sunniylar cho'ng 4 mazhabga bo'lansa, u 4 mazhabdan boshqa yana nurg'un mazhablarga bo'lansa, mushundaq bo'linib ketdi.
O'z vaqtida arablar shunchalik xurafatlashib, shunchalik bid'atlashib, dunyoda eng xarob bir holga tushgan chaqda Allah mushu Qur'onni Muhammad alayhissalom payg'ambar qilib tanlab, mushu Qur'on bilan shularni tirildirib dunyoda bir ko'tardi ularni. Shularga mushu Qur'on kelgan chaqda shu Qur'onga chaqirsa, ular nima degan desa, biz İbrahimning dinda deb turib Muhammad alayhissalom shu İbrahimning dinini akasa, shuningga qarshi chiqqan. Endi bugun kunganda musulmonlarning ahvoli o'tirdi, bizning ahvolimiz o'tirdi turibdi, musulmonlar yuqori deganimizdagi yip buzilgan marjandek chechilib pirqa mazhab bo'linib ketdi. Bak ig'ir endi musulmonlarning ahvoli. Ig'ir. Dunyoda bir so'z sahibi emas. So'z sahibi emas. Mushu holga nima uchun tushdi? Boshqalar suiqasd qilib Qur'ondan yiroqlashtirib ketganlik uchun, Qur'ondan chiqarib ketganlik uchun, boshqa bir narsani din qilib ustimizga din qilib berganlik uchun, shuning bilan biz mana mushu holga tushdik. Demak, bizni mu'min qila oladigan bir dinda emas, Qur'ondan yiroqlashgan bir o'ydirilgan bir dinning ichida bo'lganlik uchun haqiqiy Qur'onning shu dinning, ya'ni Muhammad alayhissalom shu davrda ib kelgan shu dinning o'zida bo'lmaganligimiz uchun mushu holga tushdik. Tushaganlarning mushu holga tushishimizda boshqalarning qo'li bormi? Bor. Endi boshqalar kimning orqasida? Qur'onga chaqirayotganlarning orqasidami? Yoki o'zi akirib qo'ygan, o'zi shu bid'atlarni chiqarib, o'zi o'ydirib, Qur'ondan yiroqlashtirib, Qur'onga kelib qolsa bu dunyoda nurg'un insonlarning manfaatiga taqishidi bu. Huquqiga taqishidi bu. Nafsiga taqishidi bu. Haqiqiy inson bo'lishga chaqirdi. Nafsini, hamma narsani bir yoqqa qayrib qo'yib turib, haqiqiy vijdonli bir inson bo'lishga chaqirdi Qur'on. Demak, bu Qur'onga kelib qolsa, insonlar haqiqiy bir inson bo'ladi. Qur'onni e'tirof qilmaydiganlarchi desa, o'zining nafs xohishi bo'yicha boshqalarni qul qilib, boshqalarni bo'ysundirib, boshqalarni o'ziga qaratib boshqarish uchun desa, mushu dinni suiiste'mol qilib bizni boshqa yoqqa aketdi. Endi bugun kun kelganda birsi Qur'onga chaqirsa, bular Qur'onga chaqirganlarning orqasida turamdi? Yoki o'zi buzib bir yerga akirib, boshqa bir narsaga aylantirib, qo'lidan hech ish kelmaydigan bir maxluqdek bir narsaga aylantirib qo'yib, nima desa ma'qul deydigan, yo birlashgan olmaydigan, qo'na-qo'nda lag'ma aytganda qo'lashmaydigan bir islom dunyosini barpo qilib qo'ydi. Endi kimning orqasida turdi ular? Shu dindan o'zi akirib qo'ygan, shu dindan chiqib chiqqan musulmonlar. Dinning haqiqatiga qaytib qolgan musulmonlar. Haqiqatiga qaytib qolsa, shu Muhammad alayhissalom tushgan shu Qur'onga, shu davrdagi haqiqatga, shuniga qaytib qolsa bo'lmaydi. Shuning uchun biz mo'shiningga iqtisod sarf qilib, mo'shiningda mustahkam tutib turishimiz kerak deydi. Kimning orqasida kichikini o'ylashaylik qarindoshlar, bu siyosatni kichikini o'ylashaylik, o'zimizning dunyodagi musulmonlarning ahvoliga bir qaraylik, o'zimizning ahvoliga bir qaraylik. Hozir endi shu orqasiga kimning orqasida turyotidi? Nurg'un qarab boqaylik. Bir yerda bir Qur'on kursini ochsangiz taqilib qolmaydi hozir. Taqilib qolmaydi. Taraqqiy qiladi. Uni ochgan odamlar shunda boy bo'ladi. Bolalarni o'qitmasdan shu Qur'onni yodlaydigan qilib, shu bid'at narsalarni o'qiydigan qilib, shu bid'at narsalarni din deb tarbiyalab mangay desangiz, u qurgan odamga iqtisod bir yerlardan keladi. U maktabni taqilib qolmaydi. U hargiz qarshilik uchramaydi. O'zligidan bo'lmaysiz bir yerlardan keladi bu iqtisod. Hattoki mushu bid'atni so'zlayotgan, xurofotni so'zlayotganlar 10 yillik emgak qilmasdan 20 yillik, 30 yillik hayotini
hayotini bir yerda ishlamasdan jini shunda chiroyli xotirjam yashab ketaveryotidi. Shunda obdan yashab ketyotidi. Bularga shu iqtisodlar nereden keladi desa, ashlar akirib qo'ygan shu dindan chiqib qolmasin mala. Aslidagi dinga qaytib qolmasin deb ashlarning oqisida shular bor. Bu Qur'onga chaqirayotganlarning orqasida emas. Sizni shu dindan chiqib qolmasin, ajoyib bir yerga akirib olgandik biz, shu yerdan chiqib qilib adam bo'lib qolmang, o'ngshilib qolmang. Aslidagi insoniyat dunyosini yorug'liqqa chiqaradigan bu kitobga yuzlanib qolmang deb sizga soladi u mablag'ni. Qur'onga chaqirayotganlar sanmaydi. Buni bilishingiz kerak. Mening yeyotgan narslarim yo ishlamayman, yo ish qilmayman bir yerlarda nurg'un ishlarni qilib ket. Nurg'un ishlayotgan odamlar jonni boqolmasimi? Ishlamayotgan nurg'un odamlar bor. Nurg'un odamlar bor. Bularning iqtisodi nelerden kelyotidi? Bularning oshgan Qur'on kurslarining iqtisodi nelerden kelyotidi? 4 odam birlashib bir maktabni ochsa, o maktab rivojlanmaydi. Rivojlanmaydi. Bizning oshgan Qur'on kurslarimiz shunda rivojlandi. Shunda rivojlandi. Va uningdan boshqa uni oshgan odamlar iqtisodiy jihat shunda yuksilib ketdi. Uning atrofida qo'llab yurgan oshlarni ajoyib ish qilyotsa deganlarning iqtisodiy ahvoli yaxshilanib yashaverdi. Demak, kimning orqasida bu? Bular Qur'onga chaqirayotganlarning orqasida emas. Aqlni ishlataylik kichikina. Qur'ondan sizni chiqarib, boshqa bir narsani din qilib ko'stib, butun islom dunyosini mo'sha holga tushaganlarning orqasida ular. Shularni taraqqiy qildirdi. Shularni shu dindan chiqib ketmasin. Biz akirib qo'ygan yerdan chiqib ketmasin. O'zining farzandlarini, oilasini, kelgusi avlodlarini aşı biz akirib qo'ygan narsa bilan tarbiyalab. Haqiqat aşı biz o'ylagandek qilib tarbiyalab chiqmasin. Bizga bir zamoni bilashgan qul lozim, o'ylamaydigan, tafakkur qilmaydigan, aqlni ishlatmaydigan, ustunlikni o'ylamaydigan mushundaq odam lozim. Shuning uchun u dindan chiqarib etmasligimiz kerak deb, shuning orqasida qarindoshlarim, ular shularning orqasida, Qur'onga chaqirayotganlarning orqasida emas. Qur'onga chaqirayotganlar hujumga begodan uchramaydi. Chandomasdan şu sizni akirib qo'yganlar, şu dinga akirib qo'yganlar, şu xurofotga akirib qo'yganlar sizga mablag' silib, sizni tilladido. Shuning bilan Allohning dinidan chetnab chiqayotganingizni bilmasdan bid'atda, xurofotda mustahkam turib olib, ashlarning o'yinchiqiga aylanib qilg'iliqsiz. Ular kimning orqasida deb bir tafakkur qilib beqing. Kimning orqasida? Allohning kitobiga chaqirayotganlarning emas, bid'at, xurofotni din deb millatga tengayotganlarning orqasida ular.